Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddas islom dini insonlarni hamisha odob axloqli, madaniyatli bo'lishga chorlaydi. Yuksak ma'naviyat namunasi bo'lgan ba'zi bir odatiy ishlar borki, tez-tez takrorlangani bois kundalik odatga aylanib qolgan. Ulardan biri izn so'rash odobi bo'lib, uning o'ziga xos bir qancha odoblari bor. Kimki ularga amal qilsa, ahli xonadonining hurmati saqlanadi va o'zi tinch xotirjam hayot kechiradi. Izn so'rash odoblari haqida ham juda ko'plab oyatlar va hadis shariflar vorid bo'lgan. Xususan, birovning uyiga, xonadoniga kirmoqchi bo'lgan kishi avvalo izn so'rab, ruxsat berilganidan so'ng salom berib kirishligi haqida Nur surasining 27-oyatida shunday marhamat qilinganki: "Ey iymon keltirganlar, o'z uylaringizdan boshqa uylarga to izn so'ramaguningizcha va ularning ahliga salom bermaguningizcha kirmang. Ana shunday qilmoqingiz siz uchun yaxshidir, shoyatki eslasangiz", deb marhamat qilinadi. Oyati karimada ta'kidlanganidek, musulmon kishi izn so'ralgan uyga kirishligi, izn berilsa avvalo uy egalariga salom berib va ularga shirin so'z bilan muomala qilishligi lozim bo'ladi. Chunki bu ishlar kishilar orasini mehr, muruvvat va tinchlik bilan bog'laydi. Yuqoridagi oyatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, salom berish izn so'rashning birinchi shartidandir. Hadisi sharifda ham bu haqda shunday ma'noda so'z kelganki, kalomdan avval salom bor. Bundan tashqari salom dinimiz shiorlaridan hisoblanadi. Sunnati nabaviyga ko'ra, uy egalarining qabul qila olmaydigan holatda bo'lishlarini inobatga olib, izn so'rash 3 marta bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlarki, sizdan biror kishi izn so'rasa 3 marta so'rasin, izn berilmasa ortiga qaytsin deb marhamat qilganlar. Shular qatori farzandlar ham 3 vaqtda ota-onalari huzurlariga kirishlarida izn so'rashlari lozim bo'ladi. Bu 3 vaqt bomdod, peshin va xufton namozidan keyingi vaqtlardir. Izn so'rashdan shariat odoblaridan yana biri shuki, mehmon eshik oldiga unga yuzlangan holatda turib olmasligi lozim bo'ladi. O'ng yoki chap tarafga qarab turishligi kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam biror kishini uyiga borsalar, eshikka tik qarab turmas edilar. U zot o'ng yoki chap tarafga yuzlanib turar edilar. Bizlar dinimizning ushbu ko'rsatmalariga amal qilib, birovning xonadoniga izn so'rab, salom berib kirsak, har xil ko'ngilsiz holatlarni oldini olgan bo'lamiz. Aksincha, ruxsat so'ramay kirilsa, ikki tomon uchun ham yoqimsiz bo'lgan holatlar yuzaga kelishligi mumkin. Chunki erkak kishining ayol kishi bor uyga iznsiz kirib chiqishligi yoki ayol kishining mahramlari bo'lmagan uyga izn so'ramasdan iznsiz kirib chiqishligi turli xil fitnalarga sabab bo'lishligi mumkin. Bu masalada ehtiyot bo'linadigan bo'lsa, oilalar buzilib ketishligini ham oldini olishga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.